Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Kosmos. Bugungi video roligimizdan obloshkasidan ko'rib turganinglardek, bugun biz Taking a Free Fire Like'dan olib ko'ramiz va Free Fire akkauntimizga o'tkazamiz. Videoga like, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan zo'r videolar hali oldinda. Profilimizga kirib, ID'mizni kopirovat qilamiz. Bu yerdan chiqamizda Google ga kiramiz. Google ga kirib olganimizdan so'ng qidiruv bo'limiga o'tamiz. Qidiruv bo'limiga Free Fire Info deb yozamiz. Mana xuddi shunday qilib yozib olganimizdan so'ng o'sha saytga kiramiz. Saytga kirishimizdan oldin mana bu yerda claim use almas free shunaqa degan narsa turadi. Sizlarning telefonlaringizda ham albatta bo'ladi bu narsa. Shunga kirasizlar. Bu yerdan pastroqqa tushamiz. Pastroqqa tushganinglarda mana shuna ID yozadigan joy bo'ladi. IDlarni o'sha yerga kopirovat qilgan ID'mizni qo'yamiz. Pastga tushib, mana bu yerda captcha bor. Captcha tugashini kutamiz. Captcha tugagandan so'ng claim Free Fire free like degan tugmani ustiga bosasizlar va biroz загрузка qiladi. 30 sekund davomida likelar yetib boradi. Va yetib borgandan so'ng mana shunaqa yuzolmas ID shunga o'xshash narsalar keladi. Va endi buni tekshirib ko'ramiz. Free Fire ga qaytib kiramiz. Free Fire ga qaytib kirganimizdan so'ng mana 1150 ta turibdi. Hozir qayta chiqib yana qaytadan kiradigan bo'lsak, mana 100 ta o'tdi, 1250 ta bo'lib qoldi. Videomiz qiziqarli bo'lgan bo'lsa videoga like, kanalimizga obuna bo'lish umuman esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Kosmos bo'ldi. Bundan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.